Kim mendan rum tur ketyapti. Ushbu videoni oxirigacha ko'ringlar. Hozir orqamdagi kottejda sizlarga obzorchi qilib beraman. Qaranglar, oldin mana shu tashqarisidan boshlaymiz. Qaranglar, bu yerdagi vidni dahshat sovuq. Dahshatli darajada sovuq. Mana yorim qolgan narsalarda toshyapti. Yorijonim. Lekin qizlar dahshat sovuq. Xo'p, bu yerlarda mangal, kacheli, uje suqatdim. Mana qarang, mana shu kottejchamiz. Sizlarga rum tur chiqib beraman. Bu yerda mana o'zimiz stullar tushiringlar bolalar. Stullari bor. Ana qornilari ochdi uje. Bitta marta divan bor. Bu divan ochiladi. O'tgan safar kelganimizda mana shu yerda ikkita qiz yotib qolgan. Oshxonasi o'zini hamma kerakli anjomlari bor. Bu yerda mana pechkasi. Xo'p, pastdagi spalnisini hozir hisob beraman. Bu bizda birinchi pastdagi spalni. Qaranglar, bu yerda ham orqa tomonga mana qorlarga vid bor. Bu yerda sanuzelar. Dushavay, unitaz, hamma kerakli narsalari, issiq suv. Xo'p, ikkinchi etajga chiqamiz. Mana va yuqorida mana shunaqangi kichkinagina mana bolalar yotishi uchun yoki bo'lmasa kattalar yotishi uchun ikkitali bitta двухспальный divan и bitta односпальный divan. Qo'shimcha mana to'shaklar ham bor. Mana вид на горы тоже здесь. И bu yoq tomondan mana bizda вид сверху. Uni ham ochilardi. Selfida oddiy kamerada rasmga tushing. Qanday tushish kerakligini esa o'rgataman. Videoni saqlab menga obuna bo'ling. Kamerani portret rejimiga o'tkazamiz. Konturni, svetni yoqamiz. Eftani oxiriga brutorga tushiramiz. Yorug'likni eng yuqori yuzga ko'taramiz. Ekspozitsiya -1 va telefonimizni o'zi rasmga olishi uchun taymerni 5 sekundga qo'yamiz. Bizda esa mana shunday selfie paydo bo'ldi. Videoni saqlab menga obuna bo'lishni unutmang. Yuring, ustoz, sizga vrach nima degan edi? Ozing deganmidi? Peshkom yuring degan. 10,000 qadam yuring deganmidi? Ha, yuring. Biz qayerga ketyapmiz hozir? Mo'ykaga. Ha, Mo'ykaga? Mo'ykaga borish uchun? Xo'p. Yo'q, buni qo'ying. Buni hozir o'tirib, zavodit qilib, to yurg'izgunicha qancha vaqt ketadi? Qancha? Yuring, Mo'ykagacha 3000 qadam yuraylik. Hozir biz toza havoda ikkovimiz 3000 qadam yuramiz. Yuring, peshkom boramiz, peshkom. Qayerda edi u? Qayerda? Ko'rsat menga. Qayerda edi? Mayka kelsa, mayka key plus. Nima qilamaysan? Uring, xola, uring. Xola, uring soling. Ozbiqni. Xola, tepi. Bo'lasan, jiqlilaringni qilasan. Mana senga plus. Xola, uring. Uring, xola. Voy, sanam shalpaymay. Shu eplasang bo'lmaydimi bir o'g'il bola bo'lib? Bitta kliyentga meni chaqiravermasdan. O'yla, yormana qoldimga chosh. Ustozim keldi deb kutib olishmagan, o'zim joylashib olaman. Ha, rahmat, yaxshi keldim. Marhaba, siz nima ovqat yegani kelganmisiz? Bunday dam olmaysizmi? Men nima qilyapman? Sanlar idishugani kelganmisan? Bunday bir basseynda cho'milib, mazza qilib dam olsang bo'lmaydimi? Yuvmasam sen yuvasanmi? Yo'q. Sanlar dachaga uxlagani kelgansan-da, uyingda yostig'ingdan miq chiqqan sanlar chiqib dam olishsang bo'lmaydimi? Endi 3 bo'ldi-ku, ustoz. Uxlamay nima qilaylik? Sanlar bo'yangani kelgansan-da, kim kelin qiladi sanlar? Dam olishsang bo'lmaydimi? O'zingiz trend olamiz dedingiz-ku. Shunga bo'yanyapmiz. Boni, sen suvdan chiqmasdan cho'milib yuraverasanmi? Dachaga cho'milgani keldingmi? Yo'q, ustoz. Dacha biron qildi dedingiz, qildim. Mashinada olib keldi dedingiz, olib keldim. Yana nima qilay? Men sanlarni o'ylab gapiryapman, xolos sen. Sanlar nima qilyapsan? Nima edi? Ovqat qilish kerak. Voy, opa. Yaxshi bilarsiz ishlating. Buni qo'yinglar. Kechani uni sturasini menga direktda tashlashibdi. Shunda kirsam, ko'rgandek bo'lib qoldim-da endi. Voy, nima bo'ldi? Voy, chiqib ketdim, srazu chiqib ketdim, ko'rmadim oxirigacha. Mana hozir ko'ramiz-da. Yugursikdan. Levida. Tamam, yo'q. Qo'ying. Mashina turganini aytmaysizmi? Qo'ying. Voy, bolani bilaman dedim. Roman yozganman.
voy xudo voy tavba, xuddi o'zi bir nima ochgandek bir ustozim nima qilasiz ushlab turib axvatini oshirib qo'yib yuborsangiz qo'yib boring juda bir buyuk odam bo'lgan ekan Yaxshi, yillab o'ylagan ekan bu planni. restoranda qurgandek bo'ldi toshkentdagi faqat temanglar xo'p ko'rib prosmotrni oshirib qo'ymaydi o'sha Sizlarga nima ekan? opa jim o'tiring sizga qiziqmas bo'lsa bizga qiziq to'g'ri qiling birinchiga sizchi tavba gaplarini qaraydi nohaq yumilgan ko'zingga qoyil bir og'iz chiqmagan so'zimga qoyil chidolmayin deya dod faryod qilib bariga chidagan o'zimga qoyil nech pul 4000 sdачи не надо Sizdaqa klientga chidagan bizga ham qo'yil. nohaq yumilgan ko'zimga qoyil bir og'iz chiqmagan so'zimga qoyil chidolmayman deya dod faryod qilib bariga chidagan o'zimga qoyil nech pul sdачи не надо Sizdaqa klientga chidagan bizga ham qo'yil. voy mani yana joyiga ilib qo'yishyapti. olishmadimi jo o'zingga bino qo'yuvding-ku Mani olib ketishadi sandiqqa eski zamon shubasi emasman. voy o'zingga ko'p ham bino qo'yaverma mani boymat xotinlar olishadi Qatta qachondan beri turibsan mani hamma birinchi, ikkinchi xotinlar yillardan pul shilib olishadi. voy mani katta opalar olishadi san nonni sotilib ketamasdan ko'rasan Men zotto yangi современный shubaman, xo'pmi? Sen eski subasan, xotinlar xolalar kiyadi. ko'ramiz kim birinchi sotilib ketar ekan kim qimmat sotilar ekan Nurkasini chiroyli voy Ay, manunisini rangini вообще chiroyli ekan, Nurkasi ham toza Nurka ekan. Necha ming dollar desa ham olaman bunisini. Voh, dahshat. aytdim mani katta opalar olib ketishadi deb Ayt ko'zimga ko'rmasin deyman, bu yoqda umuman yaqinlashmagan maqol. Tanima, xotin kishiga qo'l ko'taryapsan. Sen nimaga bunaqa qilib ko'rsatib qo'yaman xotin kishini? Urush qana bo'lishini ko'rsatib qo'yaman masaga. Mana bo'lishini ko'rsatib ayol kishini urush qana bo'lishini ko'rsatib qo'yaman masanga. U biza aktyorimizda biz gilamda reklama qilayotgandik.